Hammaga assalomu alaykum. Bugun yangi bo'limni boshlaymiz. Bu bo'limda autentifikatsiya va avtorizatsiya qo'shamiz. Autentifikatsiya va avtorizatsiya bilan tanish bo'lsalaring kerak. Shunday bo'lsa ham qisqagina tushuntirib o'taman. Bir qilib tushuntirib o'tsam, autentifikatsiya bu foydalanuvchining shaxsini aniqlash, avtorizatsiya foydalanuvchining huquqlarini belgilash. Ya'ni birinchi autentifikatsiya bajariladi. Tizim yoki tarmoqqa birinchi kirishda amalga oshiriladi. Avtorizatsiya undan keyin bajariladi. Ya'ni autentifikatsiyada parol yoki biometrik ma'lumotlar orqali kimligimizni aniqlab olib, keyin avtorizatsiyada nima huquqlarimiz borligini belgilanadi. Asosiy ma'nosi shu. Autentifikatsiya va avtorizatsiya uchun biz ASP.NET Identity'ni ishlatamiz. Visual Studio'da shablon qo'shganimizdek, uni ham qo'shib olsak bo'ladi. Buning uchun proyekt nomida o'ng tugmani yozib turib, добавить qilamiz va undan soздать shablon elementi tanlaymiz. Va paydo bo'lgan oynadan удостоверениеga kirib, удостоверениeni tanlaymiz. Inglizchasida bu identity bo'ladi shu joyda. Keyin добавить удостоверение oynasidan layout tekshirib olamiz. Layoutimiz ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Keyin preopределить faylini tanlaymiz. Undan keyin dbcontextga nom berib qo'yamiz. Online shop bas admin context deb yozib qo'yamiz. Qolgani o'zgarmay turaveradi. Поставщик baz данныхga SQLite tanlab qo'yamiz. Class пользовательga admin user deb yozib qo'yamiz va добавить deb bosamiz. Keyin добавить deb bosganimizdan keyin bizga yangi kontekst, klasslar va yangi viewlar hosil qilib beradi. Bu jarayon ma'lum bir vaqt olishi mumkin. Shuning uchun xavotir olmanglar. Hamda shu joyi tezlashtirilgan. Fayllar hosil qilish jarayoni tugagandan keyin bizda txt fayl ochilib qoladi. Identity qo'shildi degan xabar bilan. Program CS'da ham o'zgartirish kiritilgan. Import qilinmagan namespace qo'shib qo'yaman. E'tibor bersalar ham qo'shimcha qatorlar qo'shilib qolgan. Birinchi tepada connection string o'zgaruvchisiga bazaga ulanish qatorini o'qib olyapti. O'zgaruvchini ishlatadigan qatorda yozmabdi. Qo'lda yozib qo'yamiz, dbcontext qo'shamiz. Builder services dbcontext. Shablon qo'shish oynasida admin context deb nom berganmiz. Shuni qo'shib qo'yamiz tipiga dbcontext. Va qovusning ichida SQLite'dan foydalanishni yozib qo'yamiz. dbcontext optionslarda use SQLite deb qovusning ichiga hozirgi o'zgaruvchi connection string deb yozib qo'yamiz. Va bu yerda add default identity qatori ham qo'shilgan. Admin user tipidagi va qovusning ichida account tasdiqlanish sharti berilgan. Undan keyin add entity framework stores deb yozyapmiz. Admin context tipidagi. Bu degani ma'lumotlar admin context orqali EF bilan bazaga yozilsin deyapmiz. Endi faylimizni pastiga user authorizationdan oldin hali aytib o'tganimizdek avtorizatsiya autentifikatsiyadan keyin bajariladi. Uni qo'shmabdi. Uni qo'lda qo'shib qo'yamiz. Up use authentication deb program CS'dagi o'zgarishlar ko'rib chiqdik. Endi yangi papka qo'shilib qolgan areas degan. Uning ichida identity papkasi bor va identity papkasida data va pages papkalari bor. Hozir ko'rganimiz admin context va admin userlar shu data papkasida joylashgan. Pages papkasida har xil uyiga tegishli CS HTML kengaytmali fayllar joylashgan. Bu papkadagi login faylni ochib olamiz. E'tibor bersalaring, bu biz oldin ishlatgan view faylga o'xshaydi. Buni ham kengaytmasi CS HTML. Tepasida model ko'rsatilgan, kontentda forma ko'rsatilgan. Formani elementlari ASP helper ishlatyapti. Lekin asosiy farqi bu yerda kontroller ishtirok etmaydi. Ya'ni boshqaruv kodi
va odatda model ham shu fayl nomli cs faylda bo'ladi va bularning nomi Razor Page deb ataladi. Bu login uchun mo'ljallangan fayl, ya'ni login modelini belgilaydi. Bu faylda email va parollar uchun xususiyatlar bor. E'tibor bersanlar, oldin ishlatgan atributlar bilan bir xil atributlari bor bularni ham. onGet async metodi bu login sahifasini ko'rsatadi. onPost async bu foydalanuvchi login va parol kiritganda post so'rovi jo'natadi. Sign-in manager nomli injekt qilingan obyekt password sign-in async metodiga ega. Agar foydalanuvchi to'g'ri parol kiritsa, bu metod muvaffaqiyatli qaytadi va foydalanuvchini tizimga kiritadi va kerakli sahifaga yo'naltiradi. Oldin aytib o'tganimizdek, bular avtomatik generatsiya qilingan shablon kod va uni o'zimiz xohlagancha o'zgartirishimiz mumkin. Page papkasidagi fayllarni qisqagina ko'rib chiqdik. Endi keyingi darsda admin context va admin user fayllarni ko'rib chiqamiz. Hozircha xayr, sog' bo'ling.